Qadimgi Misr mo'tadil sayyora bo'lib, mavsumga qarab yomg'ir va qor yog'gan, yuzasi bo'ylab soy va daryolar oqqan. AQShning Kolorado universiteti olimlari shunday xulosaga keldi. Olimlar sayyoraning qadimiy iqlimi, uning zamonaviy landshaftini hisobga olgan holda modellashtirdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yog'ingarchiliklar sayyora yuzasini milliardlab yillar avval shakllantirgan. Kanal tarmoqlari suv bilan ta'minlangan. Yangi tadqiqotda olimlar ekvator yaqinidagi Marsga o'xshash relyefni kompyuter orqali modellashtirgan. Ba'zi ssenariylarda ular suvni yog'ingarchilik natijasi tariqasida qo'shishgan, boshqalarda esa muzli qoplamalarning erishini hisobga olgan. So'ngra o'nlab va yuz minglab yillar davomida suvning qanday oqqanini kuzatishgan. Aniq xulosa chiqarish qiyin, ammo bir jihati e'tiborni tortadi. Bu vodiylar turli balandliklardan boshlanadi. Buni esa faqat muzliklarning vaqti bilan erishi orqali tushuntirib berib bo'lmaydi, deydi tadqiqot mualliflari. Tadqiqot guruhi kompyuter modellashtirish natijalari orqali NASAning Mars Global Surveillance va Mars Odyssey apparatlari orqali olingan haqiqiy ma'lumotlar bilan solishtirdi. Yog'ingarchilikni o'z ichiga olgan simulyatsiyalar Marsning haqiqiy relyefini ancha aniq aks ettirgan. Olimlar ta'kidlashicha, bu natijalar sayyoraning qadimgi iqlimi haqida yakuniy xulosalarni bermaydi. Ayniqsa Mars qanday qilib qor yoki yomg'ir uchun yetarlicha issiq haroratni ushlab turgani hali ham sirligicha qolmoqda.